Salom do'stlar, bugun sizlar bilan 2050-yilda yashayotgan Yaponiya davlati haqida 20 ta faktni ko'rib chiqamiz. Yaqinroq o'tirib oling, oldinda sizni hayratga soladigan faktlar kutib turmoqda. Yaponiyada har bir kichik detalda hikoya yashaydi. Tog'lar va gullar, robotlar va qadimiy ibodatxonalar. Keling, bu sehrli mamlakatga sayohat qilaylik. Birinchi fakt, Yaponiya orollar davlati. Yaponiya 6800 dan ortiq orollardan iborat bo'lib, asosiy 4 ta yirik orol Honshu, Hokkaido, Kyushu va Shikokulardir. Aholining asosiy qismi aynan shu katta orollarda yashaydi. Ikkinchi fakt, poytaxt Tokio. Tokio nafaqat Yaponiya, balki dunyoning eng katta megapolislaridan biri. Bu yerda 35 milliondan ortiq odam yashaydi. Texnologiya va moda biznes markazi hisoblanadi. Uchinchi fakt, uzoq umr ko'rish. Yaponiyada o'rtacha umr davomiyligi 83 yoshdan yuqori. Bunga sog'lom ovqatlanish va faol hayot tarzi va yaxshi tibbiyot sabab bo'ladi. To'rtinchi fakt, 100 yoshdan oshganlar ko'p. Yaponiya dunyoda eng ko'p senserian, ya'ni 100 yoshdan oshgan odamlar yashaydigan davlatlardan biri. Bu ham ularning turmush tarziga bog'liq. Beshinchi fakt, quyosh chiqadigan mamlakat. Yaponiya Nihon, Nippon so'zi quyosh manbai degan ma'noni beradi. Chunki u Osiyoning sharqida joylashgan va quyosh u yerda birinchi bo'lib chiqadi. Oltinchi fakt, Mount Fuji. 3776 metr balandlikdagi bu tog' faol bo'lmagan vulqon hisoblanadi. U Yaponiyaning ramzi bo'lib, har yili minglab sayyohlar chiqadi. Yettinchi fakt, poyezdlarning aniqligi. Yaponiyada poyezdlar deyarli hech qachon kechikmaydi. Agar 1 daqiqaga kechikishsa, kompaniya yo'lovchilardan uzr so'raydi. Bu intizom darajasi juda yuqori ekanini ko'rsatadi. 8-chi fakt, Shinkansen. Bu tez yuradigan poyezdlar 300 km/soat tezlikda harakatlanadi. Juda tez, xavfsiz, qulay transport hisoblanadi. 9-chi fakt, vending machines. Yaponiyada millionlab avtomatlar bor. Ulardan ichimlik, gazak, hatto issiq ovqat yoki soyabon sotib olish mumkin. 10-chi fakt, poyabzalni yechish odati. Uyga kirishda poyabzalni yechish gigiyena va hurmat belgisi. Ko'pincha mehmonlarga alohida uy ichki oyoq kiyimi beriladi. 11-chi fakt, zilzilalar ko'p. Yaponiya Tinch okeani olov halqasida joylashgan. Shu sababli yiliga minglab kichik zilzilalar bo'lib turadi. Binolar maxsus zilzilaga chidamli qilib quriladi. 12-chi fakt, Hanami. Bahorda sakura gullari ochilganda odamlar bog'larda yig'ilib, tabiat go'zalligidan bahramand bo'ladi. Bu milliy an'anaga aylangan. 13-chi fakt, sushi. Sushi guruch va xom yoki pishirilgan baliqdan tayyorlanadi. U sog'lom va eng mashhur yapon taomlaridan biridir. 14-chi fakt, ramyon. Sho'rva ichida tayyorlanadigan nodli ovqat. Turli xil ta'mlari bor va arzon hamda mazali taom hisoblanadi. 15-chi fakt, robototexnika rivojlangan. Yaponiyada robotlar mehmonxona, restoran va fabrikalarda ishlaydi. Bu davlat texnologiya bo'yicha yetakchilardan biri. 16-chi fakt, Sony va Toyota. Bu kompaniyalar dunyoga mashhur. Sony elektronika, Toyota esa avtomobil ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi. 17-chi fakt, maktablarda tozalik. Yapon maktablarida alohida farroshlar yo'q. O'quvchilar sinflarni o'zlari tozalaydi. Bu ularda mas'uliyat va tartibni o'rgatadi. 18-chi fakt, Yaponiya pul birligi yen. U dunyodagi eng muhim valyutalardan biri hisoblanadi. 19-chi fakt, anime va manga. Yaponiyada anime, multfilmlar va manga komikslar juda mashhur. Bu madaniyat butun dunyoga tarqalgan. 20-chi fakt, jinoyatchilik past. Yaponiya dunyodagi eng xavfsiz davlatlardan biri. Ko'chalarda jinoyat juda kam uchraydi va odamlar o'zlarini xavfsiz his qiladi.
Ha do'stlar, sizlar bilan qilgan bugungi safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ammo Yaponiya sizning xotirangizda abadiy yashaydi. Go'zallik, intizom va sehrli lahzalar bilan. Video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Do'stlaringizga ham ulashing. Izohlarda biz bilmagan Yaponiyani yana qanday sirlarni bilsangiz yozib qoldiring. Ball Times bilan dunyoni o'rganamiz.